soxta dokumentlar haqida gaplashamiz. Mana shu soxta hujjatlaringiz rol o'ynaydimi yoki yo'qmi? Nimaga siz uchun hujjat qilib berishdi? Nimaga volontyorствоni qanaqadir hujjat bilan siz isbotlamoqchisiz? Hujjat tugul siz o'zingizni rasmingizni ham qo'yishingizga haqqingiz yo'q. Endi keling, hozir sizga misol tariqasida ko'rsatib o'taman. Uni fikrlash doirasini butunlay o'zgartirib yuborgan. Qanaqa qilib deb o'ylaysiz? Sertifikatlar uchun agar borayotgan bo'lsangiz, afsuski siz hech nimani olib qaytmagan bo'lasiz. Hammaga salom, meni ismim Tursunoy va men top universitetlarga kirish bo'yicha ekspertman va bugun sizlar bilan soxta dokumentlar haqida gaplashamiz. Soxta hujjatlar nima? Nimaga oxirgi paytda studentlar soxta hujjatlarni tayyorlashga urinishyapti? Nimaga hali ham bizda o'zbekcha mindset bor? Keling, shular haqida biz bugun gaplashamiz. Ko'pgina konsultatsiyalarda studentlarni qabul qilganda ular ota-onalar bilan kelishadi va keling o'zi umuman bizani o'zimizni o'tmishimizni o'ylab ko'ramiz. O'tmishimiz postsovet davlatlaridan kelgan, ya'ni bizda oldin SSR paytlarida o'qiganimizda, ishlaganimizda ota-onalarimiz bizga har doim kasal bo'lib qolsak, spravka, yana nimadirlar bo'lsa, hujjat, qayerga borish kerak bo'lsa, hujjat, mana bu yerga bordi deb uni dokazat qilib berish uchun yoki isbotlab berish uchun biz albatta hujjat bilan isbotlab berishga harakat qilardik. Endi keling, siz ota-onangiz va o'zingiz o'sha postsovet dunyo qarashi bilan anchadan beri o'sib kelganingiz uchun sizni fikrlashingiz hali ham o'sha postsovet davlatlarini fikrlashiga mos kelgan bo'lishi mumkin. Ya'ni biza o'zbekchiligimizda korrupsiya degan gaplar bor. O'zbekchilikda, O'zbekistonda umuman soxta dokumentlarni ko'rsatish va shu orqali isbotlash degan narsa bor. Lekin keling, agar siz top universitetlarga kirmoqchi bo'lsangiz, xalqaro standartlar bo'yicha top universitetlarga kirmoqchi bo'lsangiz, mana shu soxta hujjatlaringiz rol o'ynaydimi yoki yo'qmi? Shu haqida gaplashamiz. Kecha konsultatsiyada bitta studentni qabul qildim. Onlayn konsultatsiya bo'layapti va onlayn konsultatsiyada men savollarni beryapman. Volontyorstvoga borganmisiz? Desam, "Ha, borganman, bitta hujjatim bor, borganim haqida" dedi. Keyin men so'rayapman, "Yo'q, siz u yerda nima ish qilgansiz? Nimalarga o'zingizni fikringiz o'tgan? Nimalarga o'zingizni qanaqadir vklad qila olgansiz? Ya'ni ijtimoiy hayotga qanaqa o'zingizni ahamiyatingiz tekkan" degan savol berganimda, u kishi savolimga javob bera olmayapti. Chunki aytayapti, "Yo'q, men chunki bormaganman, men uchun hujjat qilib berishgan, borgan" dedi. Keyin men shu joyda to'xtab qoldim. Nimaga siz uchun hujjat qilib berishdi? Nimaga volontyorствоni qanaqadir hujjat bilan siz isbotlamoqchisiz degan savol berdim. U bola bu savolga javob bera olmayapti. Chunki hujjatni qayerda ishlatish kerakligini ham bilmaydi. Ko'pchilik mana studentlar, afsuski ota-onalar va umuman hozirgi studentlar ham o'ylashadi, hujjat bilan isbotlab bera olamiz degan fikrda yurishibdi. Afsuski, agar siz dunyoni top universitetlarga topshirmoqchi bo'lsangiz va dunyoni top universitetlarida nimanidir hujjat bilan tasdiqlab bera olayotgan bo'lmoqchi bo'lsangiz, shu joyda chuchvarani xom sanabsiz. Nega? Keling, hozir men sizga bitta misol tariqasida ko'rsataman. Men eng ko'p studentlarim, auditoriyam imенно Amerikani top universitetlariga topshirishadi va Amerikani top universitetlariga topshirayotganimizda Common App degan portal bor. Common App portalida hujjat tugul siz o'zingizni rasmingizni ham qo'yishingizga haqqingiz yo'q. Chunki xalqaro standartlar bo'yicha sizni top universitetlar yuzingizni ko'rishi mumkin emas. Agar sizni yuzingizni ko'rishsa, bilasizmi nima deb o'ylashadi? Bu student o'zini yuzi bilan bizga kelmoqchi yoki yuzi orqali biz uni tayinlashimiz kerak ekan deb fikrlari, dunyo qaralashi va ularning qabul komissiyasini fikrlashi o'zgarib qolishi mumkin. Ular esa sizni yuzingizga qarab emas yoki hujjatlaringizga qarab emas, balki sizni kimligingizni boshqa mana shu fikrlash doirangiz orqali bilishmoqchi. Fikrlash doirangizni siz hujjat orqali ko'rsatib bera olasizmi yoki yo'qmi? Shu savolga javob bering, keling.
hujjat orqali afsuski siz hech qanaqasiga o'zingizni fikrlash doirangizni, xarakteringizni, kimligingizni va ushbu jamoat ishlarida, volontyorlikda, konferensiyalarda nima qilib ishlaganlaringizni hujjatlar orqali gapirib bera olmaysiz. Hujjatlarda borgan, kelgan, mana shunaqa taqdirlangan degan gap bo'lishi mumkin, lekin u yerda sizni ichingizdagi bo'lgan transformatsiya, sizni miyingizda bo'lib o'tgan transformatsiyani afsuski gapirib bera olmaysiz. Va o'shaning uchun ham Common App portalida umuman boshqa top universitetlar, Yaponiya bo'ladimi, Aziya bo'ladimi, Yevropa bo'ladimi, Amerika bo'ladimi, afsuski hech qanaqa tasdiqlovchi hujjat so'rashmaydi. O'shaning uchun keling, siz soxta hujjatlarni emas, balki transformatsiya, ya'ni hikoyalarni eslab qolishingizga harakat qiling. Volontyorstvolarga esa sertifikatlar uchun emas, volontyorstvolarga o'zingizni, dunyoqarashingizni o'zgartirish uchun, sizni atrofingizdagi odamlarni o'zgartirish uchun va undan tashqari sizni fikrlash darajangizni, dunyoqarashingizni mana shunaqa urovingdan mana shunaqa urovinggacha olib kelish uchun boring. Mana shunda sizni soxta hujjatlaringiz hech qanaqa rol o'ynamaydi. Faqat sizni fikrlashingiz, xarakteringiz va shu borgan volontyorstwalaringiz, konferensiyalaringiz, olimpiadalaringiz sizni qanaqa tomonga o'zgartirgani rol o'ynaydi, hujjatlar emas. Endi keling, hozir sizga misol tariqasida ko'rsatib o'taman. Bizda o'zimni to'liq mentorlikdagi studentlarimning orasida Story Bank degan bizani fikrlash doiramizda bor. Ya'ni Story Bank deganda har bitta borgan sodir bo'lgan voqeani orqali ular har doim hikoyalarni eslab qolishadi. Va misol tariqasida aytaman, mana Brandeis University'ga to'liq grant olganmiz, full ride scholarship olganmiz. Mana shu studentim bilan Italiyada olimpiadada birinchi o'rin olganini biza gapirib berishimiz kerak edi. Lekin butun Common App'da hech qayerda mana shu birinchi o'rinni olgan deb ko'rsatib yoki hujjat bilan tasdiqlay oladigan imkoniyatimiz yo'q edi. Lekin mana shu studentni Italiyaga borib rostdan ham olimpiadada qatnashib birinchi o'rinni olganini tushuntirib berishimiz kerak edi. Tushuntirib berish uchun biz nimalar qildik? Shu joyda mana Story Bank degan joyni ishlatdik. Ya'ni men studentga aytdim, "Sen o'sha olimpiadada qatnashayotganingda nimalarni o'rganding, odamlar bilan qanaqa gaplashding, qanaqa odamlar bilan gaplashding, eng esda qolarli voqealarni gapirib ber menga" dedim. Va bu studentim menga aytib berdi, hikoyalardan birida o'sha bizani Italiyada tarix bo'yicha olimpiadada qatnashganida, o'sha olimpiadada bitta qoravoy bola bilan tanishib qolgan va o'sha qoravoy bola uni fikrlash doirasini butunlay o'zgartirib yuborgan. Qanaqa qilib deb o'ylaysiz? U odam kelgan bitta savolga ikkalasi ikki xil javob berishgan, lekin u o'zini to'g'riligini aniq bilgan. Masalan, Amerika prezidenti 50-prezidentini nomi mana shunaqa bo'lgan deb meni studentim aytganida, qoravoy bola 50-prezident u bo'lmagan, boshqa prezident bo'lgan deb bir-biri bilan debatga kirishib ketishgan. Mana shu debat davomida meni studentim o'zini negotiation skills, communication skills, team working skills, ya'ni shunaqa skilllar bor, soft skilllar bor. Mana shu soft skilllarni ishlatgan taqdirda o'sha debatdan to'g'ri chiqib keta olgan va gapni oxirida, o'sha debatni oxirida o'sha qoravoy student o'zini nohaq bo'lganini keyin tushunib yetgan. Lekin mana shu bitta hikoya orqali biz studentni olimpiadada tarixdan Italiyada qatnashganini gapirib berdik birinchidan. Va ikkinchidan studentni qoravoy studentlar bilan, ya'ni xalqaro studentlar bilan, har xil kulturali studentlar bilan qanaqa gaplashishni tushuntirib berdik. Va undan tashqari mana shu studentimizni faqat O'zbekistonda emas, balki xalqaro o'rinda O'zbekistonni reprezentatsiya qila olishini ko'rsatib berdik. Bu yerda qaysidir joyda men hozir hujjat haqida yoki birinchi o'rinni olgani haqida, sertifikat haqida gapirdimmi yoki yo'qmi? Yo'q.
Mana shu narsalarni sizni sertifikatingiz hech qanaqasiga ko'rsatib bera olmaydi va gapirib bera olmaydi. Mana shu hikoyalarni siz faqatgina motivatsion xatlar orqali va undan tashqari sizni fikrlash darajangiz qanaqa o'zgarganligi orqali ko'rsatib bera olasiz. Bu yerda sizni soxta dokumentlaringiz, soxta hujjatlaringiz afsuski hech qanaqa rol o'ynamaydi. Shuning uchun men sizlardan o'tinib so'rayman, iltimos, volontyorlarga bormoqchi bo'lsangiz, hujjat uchun, sertifikat uchun bormang. Organizatorlardan bizga sertifikatlar qilib bering deb talab qilmang. Sertifikatlar uchun agar borayotgan bo'lsangiz, afsuski siz hech nimani olib qaytmagan bo'lasiz. Siz biron narsani olib qaytishingiz uchun borib rostdan ham juda ham faol qatnashing. Borib rostdan ham hamma etaplarida qattiq o'zingizni ko'rsating, faolligingizni, liderligingizni ko'rsating. Mana shunda sizning hikoyalaringiz rostmana bo'lib chiqadi. Bu narsalarni afsuski siz o'ylab topib bera olmaysiz. Mana shu narsalarni ChatGPT ham sizga ideya qilib ko'rsatib bera olmaydi. Chunki sizni hayotingizni ChatGPT ham hech qanaqa AI toolslari sizni hayotingizni kechirib o'tmagan va shuning uchun ham sizni hujjatlaringiz, soxta hujjatlaringiz yoki hujjatlar bor bo'lsa ham hujjatlaringiz uni hech qanaqasiga isbotlab bera olmaydi. Transformatsiyangizni sizni faqat dunyoqarashingiz qanaqa tarafga o'zgarganini ko'rsatib berishingiz uchun kerak. Va shuning uchun agar siz Amerika xalqaro, umuman butun dunyoning xalqaro top universitetlariga kirmoqchi bo'lsangiz, iltimos sizdan qilib so'rayman, xalqaro urovenda dunyoqarashingizni o'zgartirishingizni va xalqaro urovenda sizni o'zingizni bilimingiz bo'lishini xohlardim va o'shaning uchun ham postsovetcha yoki o'zbekona qanaqadir soxta dokumentlarni olib, mana qilib berganman, dokument olganman yoki stajirovkaga borganimda stajirovkaga tanishingizdan yoki qarindoshlaringizdan dokument soxta hujjat emas, balki rostdan ham borib qatnashganingiz kerak. Agar stajirovkaga ham borib qatnashib, rostdan ham ko'zingiz bilan ko'rgan narsani gapirib bera olsangiz, nimalarni tushunganingizni gapirib bera olsangiz, bu motivatsion xat umuman boshqa energiyaga ega bo'ladi. Va shunday motivatsion xatlar rostdan ham sizga to'liq grantlarni, kerak bo'lsa yiliga $100,000, kerak bo'lsa 4 yiliga $400,000, $500,000 grantlarni berishga tayyor bo'ladi.